Salom, aziz do'stlar va kanalimiz muxlislari. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotni bo'lishmoqchiman. Agar sizning oila a'zolaringiz yoki yaqinlaringiz vaqti bilan shifoxonaga borib turadigan bo'lsa, demak bu video aynan siz uchun. Ishoning, bu ma'lumotni bilmaslik sizga nafaqat vaqt va asabingizni, balki juda katta miqdorda pulingizni ham yo'qotishingizga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan esa hatto to'g'ri davolanishingizga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki men har bir tafsilotni batafsil tushuntirib beraman. Videoni boshlashdan oldin iltimos kanalimga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham siz uchun foydali kontent yaratishga yordam beradi. Keling, boshladik. Xo'sh, muammoning ildizi nimada? Keling, avval qanday bo'lganini eslab olamiz. Avvallari ko'pchilik shifoxonaga murojaat qilganda, ayniqsa respublika yoki viloyat darajasidagi shifoxonalarga kelganda, odatda birdaniga ro'yxatga olish bo'limiga kirib borardi. Ko'pincha biz to'g'ridan-to'g'ri mutaxassis shifokor qabuliga yozilib, shu yerning o'zida kerakli tahlillar topshirar va davolanish kursini boshlab yuborardik. Bu jarayon nisbatan sodda va tezkor bo'lardi. Agarda shifokorlar pul to'lash kerakligini aytishsa, aksariyat hollarda biz bunga e'tiroz bildirmasdan qilingan xizmat uchun to'lovni amalga oshirar edik. Chunki markaziy shifoxonalar asosan pullik xizmatlar ko'rsatadi degan tushuncha mustahkam o'rnashgan edi. Yoki bo'lmasam, qaysidir bir shifokor bilan tanishlik orqali qandaydir ilojini qilib davolanar edik. Bu holat ayniqsa qishloq joylardan kelgan, tibbiyot tizimidagi yangiliklardan bexabar bo'lgan fuqarolar orasida keng tarqalgan edi. Ular odatda mahalliy poliklinikada maslahat olmasdan birdaniga katta shifoxonalarga borishni afzal ko'rishardi. Chunki u yerda yuqori malakali mutaxassislar bor deb hisoblashardi. Natijada ular o'zlari bilmagan holda pulli xizmatlar uchun ortiqcha pul to'lashga majbur bo'lishardi. Holbuki ular bepul davolanish huquqiga ega bo'lishlari mumkin edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Sog'liqni saqlash tizimida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi aholiga tibbiy xizmatlarni yanada ochiq, shaffof va adolatli qilish. Ammo bu yangiliklarning eng muhim jihati shundaki, endi oddiygina shifoxonaga borib, mutaxassis shifokor qabuliga to'g'ridan-to'g'ri yozilib, bepul davolanish yoki xizmat olish deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Yo'q, bu degani pulli xizmatlar butunlay bekor bo'ldi degani emas. Balki bepul xizmatlarga ega bo'lish tartibi keskin o'zgartirildi. Endilikda agar siz shifoxonada bepul davolanishni yoki ma'lum bir diagnostik muolajalarni bepul amalga oshirishni istasangiz, buning uchun maxsus tartib-qoidalarga rioya qilishingiz shart. Bu tartib-qoidalar bir qarashda biroz murakkab tuyulishi mumkin, lekin ularni bilish sizni juda katta sarf xarajatlardan, uzoq kutishlardan va keraksiz asabiy ziyonlardan qutqaradi. Eng muhimi, bu yangi tizim sizning qonuniy huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan. Chunki davlat ma'lum bir tibbiy xizmatlar to'plamini bepul taqdim etishni kafolatlaydi. Faqatgina ulardan to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Bu islohotlar asosan tibbiy yordam ko'rsatishda bosqichma-bosqichlik tamoyilini joriy etishga qaratilgan bo'lib, bu birlamchi tibbiy sanitariya yordamidan boshlab yuqori ixtisoslashgan tibbiy yordamga qadar bo'lgan yo'lni aniq belgilab beradi. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kimlar bu haqda qayg'urishi kerak va kimlar uchun bu unchalik ham dolzarb emas. Avvalo, shuni tushunib oling. O'zbekiston Respublikasida davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar paketi mavjud. Bu paket doirasidagi xizmatlar uchun sizdan pul talab qilinishi qonunga zid. Ammo ulardan foydalanish tartibi endi ancha qat'iylashdi. Kimlar bu haqda bilishi kerak? Aslida barcha fuqarolar, yosh-yuqori, erkak va ayol qaysi hududda yashashidan qat'iy nazar bu ma'lumotni bilishi shart. Chunki har kimning ham kasallanish ehtimoli bor. Lekin ayniqsa quyidagi toifadagi odamlar diqqatli bo'lishlari lozim. 1. Imtiyozga ega bo'lgan fuqarolar, nafaqaxo'rlar, nogironligi bor shaxslar, urush qatnashchilari, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari va boshqa imtiyozli guruhga kiruvchilar. Ular uchun bepul tibbiy xizmatlar ro'yxati yanada kengroq bo'lishi mumkin va ularga murojaat qilish tartibi ham biroz soddaroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir ular ham yangi tizimni tushunib olishlari shart. Masalan, 70 yoshli Gulnoraga, u nafaqaxo'r, qandli diabet bilan og'riydi. Ikkala ko'zida ham katarakta bor. Avvallari u ko'zni operatsiya qilish uchun birdaniga viloyat ko'z kasalliklari shifoxonasiga borib,
pullik navbatga yozilar edi. Chunki u bepul operatsiya olish uchun qanday hujjatlar kerakligini va qayerga murojaat qilishni bilmasdi. Endi esa u dastlab o'zining oilaviy poliklinikasiga murojaat qilib, oilaviy shifokordan tegishli yo'llanma olishi kerak. Bu yo'llanma unga nafaqat operatsiyani bepul o'tkazish huquqini beradi, balki ba'zi hollarda dorilar uchun ham chegirmalar yoki bepul dorilar olish imkonini berishi mumkin. Bir yil avval bu xizmat Gulnora oyiga 2 million so'mga tushgan bo'lsa, bugun to'g'ri tartibda harakat qilib, bu xizmatni bepul olishi mumkin. Bu uning uchun juda katta moliyaviy yordamdir. Surunkali kasalliklarga chalinganlar, gipertoniya, qandli diabet, astma, yurak qon tomir kasalliklari kabi surunkali xastaliklarga chalinganlar doimiy nazorat va davolanishga muhtoj. Ular ko'pincha maxsus tahlillar, tekshiruvlar, masalan, EKG, UT, MRT yoki muntazam shifoxonada davolanishga muhtoj bo'ladi. Ularga ham bu yangiliklar bepul xizmatlardan samarali foydalanish imkonini beradi. Tasavvur qiling, 45 yoshli Anvar aka doimiy ravishda yuqori qon bosimi bilan azoblanadi. Har 6 oyda bir marta kardiolog ko'rigidan o'tishi, qon tahlillari topshirishi va EKG qildirishi shart. Avvallari u har safar shahardagi xususiy klinikaga borib, bu tekshiruvlar uchun taxminan 200-300 ming so'm sarflar edi. Endi esa o'zining yashash joyidagi poliklinika orqali u bu tekshiruvlarni bepul amalga oshirishi mumkin. Ya'ni yiliga 200-600 ming so'm pulni o'z oilasi byudjetida saqlab qoladi. Bu pul unga oilasi uchun boshqa ehtiyojlarni qoplashga yordam beradi. 30 bolali oilalar, bolalar tez kasal bo'lishlari, ularga turli emlashlar, profilaktik ko'riklar va agar kerak bo'lsa ixtisoslashtirilgan yordam kerak bo'ladi. Bolalar uchun bepul tibbiy xizmatlar alohida ahamiyatga ega. Masalan, 30 yoshli Asadbekning onasi Gulnora. Asadbekda tug'ma yurak nuqsoni bor va uni muntazam ravishda kardiojarroh ko'rigidan o'tkazib turish kerak. Avvallari Gulnora bu ko'riklar uchun doim pul to'lardi. Chunki poliklinikadagi pediatr unga to'g'ridan-to'g'ri respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markaziga borishni tavsiya qilardi. Lekin u yerga bepul yo'llanma olish tartibini tushuntirmas edi. Endi esa Gulnora avval poliklinikadagi pediatrga murojaat qilib, bolasi uchun maxsus yo'llanma, masalan, formaga MEK6 pora talab qilishi mumkin. Bu yo'llanma bilan u bolasi Asadbekni respublika markazida mutlaqo bepul ko'rsatishi va zarur hollarda bepul operatsiya qilish huquqiga ega bo'ladi. Bitta yurak operatsiyasining narxi millionlab so'mlarga, masalan, 37 million so'm va undan yuqori teng bo'lishi mumkin. Bu esa oilaning iqtisodiy ahvoliga juda katta yordam demakdir. Kimlar unchalik qayg'urmasligi mumkin? Aslida bu savolning javobi shunday: hamma qayg'urishi kerak. Chunki hech kim o'zini kasallikdan sug'urtalay olmaydi. Ammo agar sizning moliyaviy imkoniyatlaringiz juda yaxshi bo'lsa va siz davlat tomonidan kafolatlangan bepul xizmatlarga umuman ehtiyoj sezmasangiz, har doim pullik klinikalar yoki bo'limlarga murojaat qilishni afzal ko'rsangiz, unda bu ma'lumot siz uchun kamroq dolzarb bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga, hattoki badavlat kishilar ham ba'zan davlat shifoxonalarida o'z mutaxassislari bo'lgan ba'zi noyob xizmatlardan foydalanishlari kerak bo'ladi. Ular ham to'g'ri yo'llanma bilan bepul xizmatlardan foydalanishlari mumkinligini bilishlari kerak. Faqat farqi shundaki, ularning shaxsiy byudjetlariga bu unchalik katta ta'sir ko'rsatmaydi, lekin adolatli bo'lish kerak. Hatto ular ham bilib qo'yishlari ortiqchalik qilmaydi. Shunday qilib, yangi tizimning asosiy mohiyati shundaki, endilikda siz ixtisoslashgan tibbiy markazlarga yoki shifoxonalarning ixtisoslashgan bo'limlariga to'g'ridan-to'g'ri emas, balki birinchi navbatda yashash joyingizdagi birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalariga, ya'ni oilaviy poliklinika yoki qishloq vrachlik punktiga QVP murojaat qilishingiz shart. Aynan shu yerda sizning oilaviy shifokoringiz yoki patronaj hamshirangiz sizni ko'rikdan o'tkazib, dastlabki diagnostika va davolash choralarini belgilaydi, agar ular sizning ahvolingizni o'z sharoitlarida hal qila olmasalar. Shundagina ular sizga tegishli ixtisoslashgan shifoxonaga yoki markazga yo'llanma berishadi. Bu yo'llanma rasmiy hujjat, u sizga ma'lum bir tibbiy xizmatni bepul olish huquqini beradi. Yo'llanmasiz borish esa deyarli har doim pullik asosda xizmat olishni anglatadi. Bu yangi tizimning joriy etilishining sabablari ham bor. Birinchidan, bu tibbiyot muassasalariga tushadigan yukni teng taqsimlashga yordam beradi. Ikkinchidan, har bir bosqichda to'g'ri diagnostika va davolashni ta'minlashga qaratilgan. Uchinchidan,
byudjet mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Ya'ni eng murakkab va qimmatbaho tekshiruvlar faqatgina ularga ehtiyoj bo'lganda va asosli tarzda o'tkaziladi. To'rtinchidan, bu sizning shifokorlarga bo'lgan ishonchingizni oshirishi kerak. Chunki ular sizning davolanish jarayoningizga mas'uliyat bilan yondashadilar. Misol uchun, oddiy shamollash bilan to'g'ridan-to'g'ri Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga borish endi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Avval oilaviy shifokorga murojaat qilasiz, agar u zarur deb topsa, sizni keyingi bosqichga yo'naltiradi. Bu tizimning yana bir muhim jihati shundaki, endilikda har bir shifokorning o'z vakolatlari doirasi aniq belgilangan. Oilaviy shifokor oddiy kasalliklarni davolaydi, surunkali kasalliklarni nazorat qiladi. Agar holat og'irlashsa yoki ixtisoslashgan aralashuv talab qilinsa, u sizni mutaxassisga yuboradi. Shu bilan birga, mutaxassis shifokor ham o'z navbatida agar holat undan ham yuqori ixtisoslashgan yordamni talab qilsa, masalan, jarrohlik amaliyoti yoki murakkab diagnostika, sizni undan yuqori turuvchi muassasaga yuborishga haqli. Bu vertikal tizim butun davolash jarayonini yanada samarali va izchil qiladi. Har qanday qoida kabi bu yangi tizimning ham o'z istisnolari va kutilmagan jihatlari bor. Sizga yanada muammosiz harakat qilishga yordam beradi. Shoshilinch tibbiy yordam. Eng muhim istisno bu shoshilinch tibbiy yordam. Hayotingizga xavf tug'ilgan holatlarda, masalan, baxtsiz hodisa, o'tkir yurak xuruji, insult, qattiq qon ketish, o'tkir appenditsit xuruji, og'ir jarohatlar va shu kabi shoshilinch holatlarda siz to'g'ridan-to'g'ri har qanday shifoxonaning qabul bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu holatlarda hech qanday yo'llanma talab qilinmaydi va tibbiy yordam darhol bepul ko'rsatiladi. Bu qonunda aniq belgilab qo'yilgan. Ya'ni shifoxona sizdan avval poliklinikadan yo'llanma olib kel deb talab qila olmaydi. Shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish bu barcha tibbiyot muassasalarining majburiyati. Shu jumladan xususiy klinikalar ham shoshilinch holatlarda birinchi yordamni ko'rsatishi shart. Faqatgina ular holatni stabilizatsiya qilgandan so'ng sizni davlat muassasasiga o'tkazishlari mumkin. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan nuqta shuki, shoshilinch holat tugagandan so'ng keyingi davolanish uchun yuqorida aytilgan tartiblar amal qilishi mumkin. Masalan, sizning holatingiz shoshilinch deb baholanib, shifoxonaga yotqizildi. Bir necha kundan so'ng holatingiz barqarorlashdi. Endi sizga reabilitatsiya kerak. Agar bu reabilitatsiya pullik bo'lmasa, unga ham yo'llanma talab qilinishi mumkin. Ikki asl ma'lum toifadagi kasalliklar. Ba'zi kasalliklar, masalan, onkologik kasalliklar, sil kasalligi, ruhiy kasalliklar va narkologik dispanserlarda davolanish uchun ba'zan alohida tartiblar amal qilishi mumkin. Bu yo'nalishdagi davolanish ko'pincha davlat tomonidan to'liq moliyalashtiriladi va ba'zan yo'llanma talab qilinmasligi yoki tartib soddaroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir dastlabki diagnostika va hisobga olish uchun baribir oilaviy shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi. Misol uchun, shubha tug'ilgan holda oilaviy shifokor sizni to'g'ridan-to'g'ri onkolog dispanserga yuborishi mumkin. Bu yerda dastlabki tekshiruvlar va diagnostika bepul amalga oshiriladi. 30. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyati saqlanib qolgan holatlar. Ba'zi bir to'r ixtisoslikdagi mutaxassislar yoki xizmatlar uchun to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyati saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin bu juda kam hollarda uchraydi va asosan pullik xizmatlar uchun mo'ljallangan. Agar siz to'g'ridan-to'g'ri borib pullik xizmat olishni istasangiz, hech qanday yo'llanma shart emas. 4. Asl hududiy cheklovlar va navbatlar. Yo'llanma tizimi hududiy cheklovlarga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni siz yashash joyingizdagi poliklinikadan faqat o'z viloyatingizdagi yoki tumaningizdagi shifoxonaga yo'llanma olishingiz mumkin. Respublika darajasidagi ixtisoslashgan markazlarga yo'llanma olish uchun esa ko'proq asoslar bo'lishi kerak. Masalan, viloyat shifoxonasidagi mutaxassisning xulosasi yoki qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Bu ba'zan byurokratik to'siq bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin uning maqsadi respublika markazlariga faqatgina eng murakkab holatlar yuborilishini ta'minlash. Shuningdek, bepul xizmatlarga bo'lgan talab katta bo'lganligi sababli navbatlar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan bir necha haftadan bir necha oygacha kutishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu holatda sizda ikki yo'l bor: yo navbatni kutish, yo pullik xizmatlardan foydalanish. 5. Asl tibbiyot xodimlarining bilimsizligi yoki noto'g'ri ma'lumot berishi. Afsuski, tibbiyot tizimidagi barcha xodimlar ham
bu yangi qoidalarni to'liq tushunib yetmagan bo'lishlari yoki ba'zan noto'g'ri ma'lumot berishlari mumkin. Bunday holatlarda siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ularni talab qilishingiz kerak. Masalan, agar sizga yo'llanma bermasdan to'g'ridan to'g'ri pullik xizmatga yo'naltirishsa, buning asosini so'rang. Tibbiyot muassasasi rahbariyatiga yoki Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefonlariga murojaat qiling. Bu juda muhim nuqta. Siz o'zingizning qonuniy haqqingizni bilishingiz va uni himoya qilishingiz kerak. Ba'zi tibbiyot xodimlari eskirgan tartiblar bo'yicha ish yuritishni davom ettirishi mumkin. Bu esa sizni bepul xizmatlardan mahrum qiladi. 6. Yo'llanmaning amal qilish muddati va doirasi. Yo'llanmalar odatda ma'lum bir muddatga amal qiladi. Masalan, 10 kun, 1 oy va aniq bir maqsadni, ya'ni qaysi shifokorga yoki qanday tekshiruvga yuborilayotganingizni ko'rsatadi. Uning amal qilish muddatiga e'tibor bering va aynan ko'rsatilgan xizmatni olishga harakat qiling. Agar sizga ikkita mutaxassis kerak bo'lsa, sizga ikkita alohida yo'llanma berilishi mumkin. Ba'zi hollarda bir yo'llanma bir nechta tekshiruvni o'z ichiga olishi mumkin, lekin bu aniq ko'rsatilishi kerak. Yo'llanmaning to'g'ri to'ldirilganligini va unda shifokorning imzosi hamda muassasaning muhri borligini tekshiring. Aks holda uni qabul qilmasliklari mumkin. Bu jihatlarni yodda tutish tibbiy yordam olish jarayonini ancha osonlashtiradi va keraksiz to'siqlardan qutqaradi. Endi esa eng muhim qismiga keldik. Amaliy maslahatlar. Bu yerda men sizga bosqichma-bosqich qanday harakat qilish kerakligini tushuntirib beraman. Birinchi qadam, oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Astosh sizning yashash joyingizga biriktirilgan oilaviy poliklinika yoki qishloq vrachlik punkti, QVP. Astosh nima qilish kerak? Ro'yxatga olish bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning oilaviy shifokoringiz yoki uchastka shifokoringizga yoziling. Agar u yo'q bo'lsa, uning o'rnini bosuvchi shifokorga murojaat qiling. Siz qaysi hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, tug'ilish haqidagi guvohnoma bolalar uchun hamda poliklinikaga biriktirilganligingizni tasdiqlovchi hujjat, agar bor bo'lsa. Ba'zi joylarda faqat pasport kifoya qiladi, chunki barcha ma'lumotlar elektron bazalarda mavjud. Asterisk nima deyish kerak? O'z shikoyatlaringizni aniq va to'liq bayon qiling. Misol uchun, menda bir haftadan beri kuchli bosh og'riqlari bor, oldinlari bunday bo'lmagan. Qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishni va agar kerak bo'lsa, mutaxassis ko'rigiga yuborishni so'rayman. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor ko'rigi va dastlabki diagnostika. Oilaviy shifokor sizni ko'rikdan o'tkazadi, savollar beradi, dastlabki tahlillarga, qon, siydik tahlillari yoki oddiy tekshiruvlarga, EKG qon bosimini o'lchash yo'naltirishi mumkin. Bular ham odatda bepul amalga oshiriladi. Muhim nuqta. Agar shifokor sizning ahvolingizni o'z sharoitida hal qila olsa, masalan, oddiy shamollash bo'lsa, u sizga kerakli dorilar va tavsiyalar berib, shu yerda davolaydi. Agar u sizning holatingizni jiddiy deb hisoblasa yoki uning vakolatlari doirasidan chiqsa, u sizni ixtisoslashgan mutaxassisga yoki shifoxonaga yuborishga majbur. Nima talab qilish kerak? Agar sizga ixtisoslashgan yordam kerak deb hisoblasangiz, oilaviy shifokordan sizni tegishli mutaxassisga, masalan, kardiolog, nevropatolog, jarroh yoki shifoxonaga yo'naltiruvchi astosh forma, 1076 forma raqamli yo'llanma berishini talab qiling. Bu yo'llanmada sizning tashxisingiz, qanday tekshiruvlar yoki davolash tavsiya etilayotgani, qaysi mutaxassisga yo'naltirilayotganingiz aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Astosh 3-qadam, yo'llanmani olish va uning to'g'riligini tekshirish. Yo'llanmani olganingizdan so'ng uni diqqat bilan tekshiring. Unda sizning ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz to'g'rimi? Tashxis aniq yozilganmi? Qaysi tibbiyot muassasasiga va qaysi mutaxassisga yo'naltirilayotgani ko'rsatilganmi? Shifokorning imzosi va poliklinikaning muhri bormi? Astosh amal qilish muddati. Yo'llanmaning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Odatda bu muddat cheklangan bo'ladi. Yo'llanma yo'qolib qolsa, uni qayta tiklash uchun yana bir bor poliklinikaga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun uni ehtiyot qiling. Elektron tizim. Hozirgi kunda ko'pgina poliklinikalar va shifoxonalar yagona elektron tibbiyot tizimiga ulangan. Ya'ni sizga qog'oz yo'llanma berilmasdan elektron yo'llanma shakllantirilishi mumkin. Bunday holatda sizga berilgan yo'llanma raqamini yoki shifokor sizga ma'lumotni qanday yetkazishini so'rab oling. Bu raqamni siz borgan shifoxonada aytishingiz kerak bo'ladi. 4. Astosh 4-qadam,
ixtisoslashgan tibbiyot muassasasiga murojaat qilish. Astush qayerga borish kerak? Sizga yo'llanma berilgan shifoxonaga yoki ixtisoslashgan markazga. Astush qaysi hujjatlar kerak? Astirish yo'llanma qog'oz variantda bo'lsa va shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport. Agar yo'llanma elektron bo'lsa, uni yaratilganini tasdiqlovchi ma'lumotni, masalan, raqamni olib boring. Astirish nima qilish kerak? Ro'yxatga olish bo'limiga murojaat qiling va yo'llanmani taqdim eting. Ular sizni bepul qabulga yozadilar yoki davolanish uchun ro'yxatga oladilar. Navbat. Bepul xizmatlarga talab katta bo'lgani sababli navbatlar bo'lishi mumkin. Sabrli bo'ling. Agar navbat uzoq bo'lsa, uni aralashtiring va o'zingizning huquqlaringizni so'rab murojaat qilishdan tortinmang. 5. qadam. Muammolar yuzaga kelsa, nima qilish kerak? Agar sizga yo'llanma berishni rad etilsa yoki yo'llanma bilan borganingizda sizdan pul talab qilishsa, birinchi navbatda tibbiyot muassasasi rahbariyati, bosh vrach, bosh shifokor o'rinbosari bilan bog'laning. Vaziyatni tushuntiring va o'z huquqlaringizni ayting. Agar bu samarasiz bo'lsa, Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefonlariga murojaat qiling. Ularning veb-saytida va shifoxonalarning e'lonlar taxtalarida bu raqamlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Onlayn murojaat qilish imkoniyatlari ham mavjud. Vaziyatni yozma ravishda bayon qiling. Kimga, qachon, qanday murojaat qilganingizni, kim nima deganini aniq ko'rsating. Imkon bo'lsa, dalillarni, masalan, suhbatlarning ovoz yozuvlari, rasmiy rad javoblari to'plang. Qat'iy bo'ling, lekin hurmat doirasida harakat qiling. Sizning qonuniy haqqingiz bor va uni himoya qilishga to'liq haqlisiz. 6. Astish qo'shimcha maslahatlar, astish tibbiy kartochkangizni yig'ing. Barcha tahlil natijalari, shifokor xulosalari, epikrizlarni saqlab boring. Bu sizning tibbiy tarixingizni shakllantiradi va keyingi davolanishlar uchun juda muhim. Savollar berishdan tortinmang. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, shifokordan yoki tibbiyot xodimidan so'rang. Davolanish jarayoni haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishga haqlisiz. Astish internetdagi ma'lumotlarga tanqidiy yondashing. O'zingizni o'zingiz davolashga urinmang. Internetdagi ma'lumotlar faqat ma'lumot olish uchundir. Davolanish uchun emas. Har doim mutaxassis bilan maslahatlashing. Astish profilaktik ko'riklardan o'ting. Har yili muntazam tibbiy ko'rikdan o'tib turing. Bu ko'plab kasalliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlash va ularning oldini olishga yordam beradi. Bu qadamlarni bajarish orqali siz davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlardan samarali foydalanish imkoniyatini oshirasiz va keraksiz moliyaviy xarajatlardan o'zingizni himoya qilasiz. Shunday qilib, bugungi videoda men sizga O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi muhim o'zgarishlar va shifoxonaga murojaat qilishda bilishimiz shart bo'lgan asosiy qoidalarni batafsil tushuntirib berdim. Esingizda bo'lsin. Davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar bu sizning qonuniy haqqingiz. Faqat undan to'g'ri foydalanishni bilishingiz kerak. Poliklinikadan boshlab yo'llanma orqali ixtisoslashgan shifoxonaga borish tartibini bilish, shoshilinch holatlarda qanday yo'l tutish kerakligini anglash va o'z huquqlaringizni himoya qilish bu sizni nafaqat moliyaviy jihatdan, balki vaqt va asablaringizni ham tejashga yordam beradi. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosishni unutmang. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning har birini o'qib chiqishga harakat qilaman. Shuningdek, kanalimga obuna bo'ling. Toki kelgusi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Sog'ligingiz o'zingizning qo'lingizda. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.